Hurmatli kuzatuvchilar, hammalarga assalomu alaykum. Hammalardan uzr so'rayman. Mana bu smartfonni obzori juda ham cho'zilib ketdi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra, lekin bir tayinli sabab ham yo'q. Xullas, smartfon ustiga smartfon keldi, smartfon ustiga smartfon keldi. Xullas, o'rtoqlar, Neo 11 obzori juda ham cho'zilib ketdi. O'rtoqlar, bu narsa uchun sizlardan uzr so'rayman, lekin shunga yarasha bugun chiroyli obzor qilib berishga harakat qilaman. Menimcha ko'rgan bo'lsangiz kerak, bu smartfonni men Instagram sahifamda unpacking qildim, kelgan uni qisqacha obzor qilib berdim. Agarda ko'rmagan bo'lsangiz, sizga maslahat bergan bo'lardim. Instagram sahifamga ham obuna bo'lishi. Chunki ba'zi smartfonlar bor, YouTubegacha yetib kelmaydi. Instagram o'zida obzor qilib beraman. O'rtoqlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Xullas, o'rtoqlar, IQ Neo 11 bu smartfon arzon flagman deb ta'riflandi. Bu smartfon rostdan ham flagman nomiga mosmi? Bu smartfon rostdan ham narxiga arziydimi? Bu smartfon o'yinda o'zini qanaqa ko'rsatadi? Bu smartfonning batareykasi qanchalik zo'r? Bu smartfon kamerada qanaqa va bu smartfon qanaqa potensialga ega? Ya'ni ishlash tezligi qanaqa? Bugungi videoda hammasini ko'rib chiqamiz. Yaxshilab joylashib olamiz. Agarda videoga like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Unda boshladim. Birinchi bo'lib komplektatsiyasi bilan tanishtirib ketishim kerak, chunki ba'zi kuzatuvchilar Instagram sahifamizda buni ko'rmagan bo'lishligi mumkin. O'rtoqlar, xullas mana shunaqa chexol chiqadi. Mana shunaqa matvey chexol chiqadi, rezinkali matvey chexolimizni unaqa zo'r deb aytolmayman, lekin har holda bu smartfonning chexoli bozorlarda oshib toshib yotadigan chexol emas, shuning uchun sotib olish qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun mana ichidan zavodskiy o'zini chexoli chiqadi. Hop, buni qo'yib turamiz. Kravatchasini mana shunaqa tezkor 100 vatli adapter chiqishi meni o'sha kunni o'zi xursand qildi. Gap yo'q. Hech qanaqa rasxot yo'q. Eng asosiysi o'rtoqlar, adapter ham qaranglar o'rtoqlar. Type-C, ya'ni kabelimizni Type-C ga Type-C kabel, egasi emas, Type-C ga Type-C kabel. Xullas, o'rtoqlar, komplektdan bo'ldi. Mana shunaqa keyin SIM slot ochish mana shunaqa skripi chiqadi. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Xullas, o'rtoqlar, chexol, adapter, kabel komplektatsiyasida bor. Bu smartfonni birinchi bo'lib test qilgan narsam bu AnTuTu bo'ladi. O'rtoqlar, bu smartfonimizda AnTuTuda 3 million 200 balig'di. $450 sotiladigan smartfon uchun o'rtoqlar, bu juda ham zo'r natija. Ishlash tezligi ham menga juda ham yoqdi. Juda ham tez va juda yoqimli. Chunki bu modelda Qualcomm Snapdragon 850 degan protsessor turibdi. O'rtoqlar, bu protsessor qanchalik kuchli ekanligini hozirga boshqacharoq tushuntiraman. Ya'ni qaranglar, Samsung S25 Ultra yoki Xiaomi 15 Ultra mana shu smartfonlar ham aynan mana shu Qualcomm Snapdragon 850 degan protsessor bilan jihozlangan. Endi qaranglar, $450 turadigan IQ Neo 11 smartfonimizdan xuddi shu protsessor bilan jihozlanyapti. Samsung S25 Ultra $1000 turadi, mana bu smartfon $450 turadi. Lekin protsessorlar bir xil. Bu modelni men o'yinlarda test qilib ko'rdim. Birinchi bo'lib PUBG o'ynab ko'rdim. PUBGda hozircha 90 FPS o'ynalyapti. Men o'ylashimcha, keyinchalik 120 ga o'tadi. Chunki bu yangi model. Bunaqa holat juda ham ko'p kuzatilgan. Lekin Call of Duty'da maza qilib, xohlagan gersda o'ynashingiz mumkin ekan. 90, 120, hattoki 144 gersda ham o'ynasa bo'lar ekan. O'ynalishi juda ham tez, juda ham yoqimli va plavniy. Yana bitta qiziqarli o'yinni o'ynab ko'rdim. O'yinning nomi Carreg Street. Mashina o'yinlar ichida eng zo'rlardan biri. O'ynalishi prosta super va nastroykadan grafikani eng maksimalga qo'yib o'ynab test qilib ko'rdim. Qotishlar umuman yo'q. Hattoki qizish darajasi ham juda ham kam. Va yana hozirgi kunda juda ham mashhur bo'lgan e-futbolni o'ynab ko'rdim. Albatta, obunachilarim talablarga binoan. Xullas, juda ham chiroyli grafikani ochib berdi. O'ynalishi yomon emas, displey bosilishi ham juda ham yaxshi va bu o'yinda ham qotishlar kuzatilmadi. Agarda PUBGda 90 FPS ni hisobga olmasa, men o'ylashimcha o'yin uchun juda ham mos smartfon deb o'ylayman. Xullas, tez kunida men o'ylashimcha PUBGda ham 120 ni qo'llab-quvvatlaydi. Operativ xotirasi 12 GB va DDR5X bilan jihozlangan. Flash nakapitali eng oxirgi UFS 4.1 versiya bilan jihozlangan. Bu esa ma'lumotlarni tez o'qish va tez qabul qilishda qo'l keladi. Operatsion tizimi Android 16, obolochkasi Origin OS 6 versiya bilan taqdim etildi. Keling qisqacha tanishib ko'ramiz. Bu operatsion tizim bilan interfeys ishlashlarni tekshirib ko'ramiz. Origin OS operatsion tizimi o'rtoqlar mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ikonkalari juda ham tushunarli, juda ham chiroyli va panelni ko'radigan bo'lsak, xuddi iPhone 2 ga ozgina o'xshab ketadigan joylari ham bor, lekin juda ham qulay, hamma narsa yaxshi joylashtirilgan. Buni o'zingiz ham bemalol sozlab olsangiz bo'ladi va o'rtoqlar, bu operatsion tizimda zapis zvanko zavodskoy bor ekan. Mana shu narsasi menga juda ham yoqdi. Hozirgi kunda bu boshqa smartfonlarda ozgina muammo bo'ldi. Mana shu narsani o'rnatish, lekin buni o'zida zavodskoy bor ekan. Xullas, o'rtoqlar, smartfonimizda yana bitta yaxshi tarafi, bu Xitoy uchun ishlab chiqarilgan bo'lsa-da, o'rtoqlar, bu smartfonni ko'rishingiz mumkin. To'liq ruskiy yozik bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Misol uchun bu smartfonga qanaqadir programma orqali o'rnatilmagan, o'zini zavodskoy mana shunaqa ruskiy yozigi bor. Misol uchun boshqa davlat tillarini ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ishlash tezligi keladigan bo'lsa, o'rtoqlar, prosta meni hayron qoldirdi. Endi hozir video 30 FPS da olayotganligi uchun mana bu tezlikni siz his qilmasligingiz mumkin, lekin o'rtoqlar, men buni his qilib turibman. Juda ham yaxshi, juda ham plavniy. Xullas, men bu smartfonni ishlatib ko'rman, qotish degan narsani ko'rmadim. Umuman qotmas ekan, lekin
lekin o'rtoqlar smartfon yopilishi bilan mana shunaqa xitoycha yozuvlarni programmalarni o'chirib tashlasangiz bo'ldi. Shu narsa ozgina sizni asabingizga tegishi mumkin. Misol uchun boshqa narsalar juda ham qulay. Masalan, Wi-Fi kiradigan bo'lsak, boshqa Androidlarnikiga o'xshab ketadi. Hammasi oson, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Kalkulyator ochib ko'ramiz. Kalkulyator ham o'ziga yarasha chiroyli interfeysga ega. Xullas, o'rtoqlar smartfonimizni ko'rishingiz mumkin. Mana nastroykasini ochadigan bo'lsak, to'g'ri boshqa Android modellardan ozgina ajralib turadi. Mana bu ikonkalar bo'yicha nastroykalarni joylashtirish bo'yicha boshida ozgina qiynalishingiz mumkin, lekin bu Xiaomi bilan Samsungnikidan ozgina qiyinroq ekan. Nastroykadagi funksiyalarni joylashuvi. Mana shu tarafdan qiynalishingiz mumkin boshida, lekin o'rganib olsangiz hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Xullas o'rtoqlar, ishlash tarafdan, UI, interfeys, Android versiyasi tarafdan men bu smartfonda muammo ko'rmadim. Hammasi juda ham yaxshi. O'yinlar silliq o'ynalishga yana bitta asosiy sabablardan biri bu smartfonni displeyi 144 Hz qo'llab-quvvatlaydi. 144 Hz bu haqiqiy gamerlar tanlovi. Xullas, IQ Neo 11 682 jumli AMOLED displey bilan jihozlangan. Displey ramkasi qimmat modellar ko'rinishini beryapti. Ramkasi sezilarli darajada ingichka, chunki korpusning 90% ni egallagan. Yorug'lik ham juda ham yaxshi darajada. Maksimal 4500 nit. Kunduz kuni ishlatib ko'rdim, o'zini juda ham yaxshi ko'rsatdi. Ya'ni hamma narsa bemalol ko'ryapti. Va shu qatorda HDR10+ ni ham qo'llab-quvvatlaydi. Sifatli va rangli kontentlarni mazza qilib tomosha qilasiz. Displey himoyasi esa Rock Glass texnologiya asosida himoyalangan. To'la bu smartfonda, ya'ni bu segmentda ultrasound отпечатка turibdi displeyda. O'rtoqlar, bu juda ham zo'r. Ya'ni o'zi aslida bu texnologiya faqat flagman, ya'ni qimmat smartfonlarga qo'yiladigan texnologiya aynan mana shu smartfonda ham bor ekan. Bu smartfonni отпечаткада ochadigan bo'lsa, juda ham yoqimli, juda ham plavniy va juda ham tezkor ochiladi. Xullas o'rtoqlar, отпечаткasi eng oxirgi texnologiya. Xullas, bir so'z bilan aytganda, smartfonning narxiga yarasha displeyi ancha kuchli ekan. Smartfonning dizayn va ergonomikasi haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi aytadigan narsam uning ramkasi. Ochiq ramkasi meni o'ziga kasal qildi. Xuddi Samsung A-Series 5 va Samsung A-Series 4 ramkasiga juda ham o'xshab ketadi. Ramkasi metalldan. Ko'rinib turibdiki, ramka ustida ko'p ishlangan. Hattoki knopkasini dizayni ustida ham ancha ishlanganligi ko'rinib turibdi. Stil juda ham chiroyli va power knopkasi iPhone 17 Pro Maxnikiga juda ham o'xshab ketar ekan. Smartfonning orqa paneli maxsus qimmat fiber reinforced plastiki bilan jihozlangan. Bu tolalar bilan tayyorlangan material. Smartfonning ingichkaligi 8 mm, ergonomik tarafdan qaraydigan bo'lsa, ya'ni qulaylik darajasida ko'radigan bo'lsak, misol uchun meni qo'limga juda ham yaxshi tushdi. Meni qo'limga mos keldi va men komfort degan narsani sezaman, chunki men katta smartfon ishlataman. Lekin ba'zi tanishlarimga bu smartfonni berdim. Mana shu smartfonni ozgina ushlab ishlatib ko'rgan, senga qanaqa tuyuladi, misol uchun kattalikladimi, kichiklikladimi so'raganimda, ularga ham faqat mana shu ramkasi yoqdi. Chunki o'rtoqlar, bu smartfonni kimga beraman? Ramkasi haqida gapiryapti. Ramkasi zo'r ekan, ramkasi chiroyli ekan degan gapni eshitaman, lekin ba'zilardan shu komfort tarafdan ozgina e'tirozlar eshitdim. Chunki o'rtoqlar, ular kompaktli smartfon ishlatishadi, ular ozgina kichikroq smartfon ishlatishadi. Bundan ozgina kichikroq, lekin shunaqa holatlarda men bir narsa ishlatishadi. Shuning uchun o'rtoqlar, ularning qo'liga bu smartfon unchalik mos kelmadi. Aytmoqchi bo'lganim, agarda siz katta smartfon ishlatib kelgan bo'lsangiz, shu kungacha bu smartfon sizning qo'lingizga komfort darajada tushishi mumkin. Agarda kichikroq smartfon ishlatgan bo'lsangiz va bu smartfonni sotib olsangiz, boshida ozgina qiynalishingiz mumkin, keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xullas, ko'rib turganingizdek, bu smartfonda bor yo'g'i 2 dona kamera bor. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, lekin shirik kamerasi 8 megapiksel ekan va o'rtoqlar, vohma qiladigan narsasi ham bor ekan kamerada. Ya'ni 8K formatda video olar ekan, hech kimga kerak emas bu 8K format, lekin mana shu smartfonda bor ekan. 4K 60 bo'lishi endi bu aniq. Va selfie kamerasi ham Full HD 60 fps da bemalol video yozar ekan. Xullas, bu smartfonni men test qildim, kamerasini test qildim, fotolarga tushirdim, misol uchun video zaps qilib ko'rdim. Marhamat, o'zingiz ko'rib sifatiga baho berib ketinglar. Xo'sh, o'rtoqlar, ana endi kamera testini boshladik. IQ Neo 11 smartfonimizda 4K 60 fps ga qo'yilgan. Bu smartfonda o'sha bir tiyinga qimmat, hech kimga kerak emas, 8K formati ham bor, lekin unda syomka qilib o'tirmaymiz. Faqat mana shu 4K 60 fps da syomka qilamiz. Xullas, mana shunaqa sifatda video syomka qilar ekan. To'g'ri o'rtoqlar, men bu smartfonning kamerasini yorug'or rejim deb ayta olmayman, lekin o'zining segmenti uchun norma hisobladim. Lekin rasmga olishiga hozir o'zingizlar ko'rasizlar o'rtoqlar. Videoda o'zini yaxshi ko'rsatmagan bo'lishi mumkin, lekin rasmga olishiga o'rtoqlar, menga o'xshasizlar ham kasal bo'lasizlar, chunki men hozir video olishimdan oldin rasmlarga olib tekshirib ko'rdim, prosta mazza qildim. Xullas, mana shunaqa sifatda bu smartfonda video syomka qilsangiz bo'lar ekan. Lekin kundalik hayotda ishlatishga menimcha norma yaxshi xizmat qilib beradi, lekin kontent olishda, biron bir professional video chiqarishda ozgina qiynalishingiz mumkin bu modelda. Shunaqa gaplar. I've been through the struggle, I can talk about it. I really lived the life, I speak, don't walk around it. I nurtured what I got and built a home around it. But before I could, I had to live my life without it. And that's the hard part. Thoughts in a dark park. Thought I'd had the last laugh, but laughing was the last task. And now it's different, there's peace in the struggle. Let me talk
to the puzzle. Fall in love with sin, then tell me how the fire tastes. I don't need a dirty life, I'm watching from a higher place. I was on the road alone when you were watching Home Alone. I'm soaking cold and overgrown, but still I'm watched by higher grace. And now I'm taking fire by the fireplace, reminiscing on my Hozir sizda shunaqa holat bo'layotgan bo'lishi mumkin. Videoni mana shu joyga kelib, bu smartfon sizga yoqib qoldi, lekin sizda savol tug'iladi. $450 ga bu smartfonni men qayerdan sotib olaman deb. Qarang. Hozir birinchi qiladigan ishingiz Telegramga kiring. Telegramga kirasiz va o'rtoqlar yozasiz. Ag'zab Market deb. Mana shu kanal chiqib keladi. Ag'zab Market yozsangiz, mana shu kanal chiqib keladi. Ko'rayotganingizdek, bu kanalda игровой, камерафон, noodatiy kuchli smartfonlar narxlari bilan tanishtirib borishadi. Misol uchun biron bir yangi model chiqdimi, mana shu kanalga narxlari bilan tanishtirib borishadi va o'rtoqlar sizga biron bir smartfon yoqib qolsa, darhol adminga murojaat qilasiz. Admin sizga 14 kun atrofida bu smartfonni yetkazib beradi. Bu kanalda ikkita fishkasini aytaman. Birinchi fishkasi uyingizdan chiqib o'tirmaysiz. Ya'ni misol uchun biron bir joyga borib o'tirmaysiz, smartfonni sotib olishga hamma narsa onlayn bajariladi. Ikkinchi fishkasi o'rtoqlar, smartfonni sotib olishingizdan oldin bor yo'g'i 30 yoki 40 dollar to'laysiz. Qolganini qo'lingizga olganda to'laysiz bo'ladi. Mana shunaqa fishkalar bor. Xullas o'rtoqlar, mana shunaqa smartfonni sizni qiziqtirsa, men sizga maslahat bergan bo'lardim. Eng ishonchli, eng zo'ri, sifatlisi Ag'zab Market. Bu modelda biron bir narsani mazza qilib eshitsa bo'larmikin degan savol tug'ilishi mumkin kuzatuvchilarimiz orasida. Shuning uchun o'rtoqlar, men sizlarga hozir bu smartfonni dinamikasini test qilib beraman. Ya'ni stereo dinamika bilan jihozlangan, tepasida ham bor, pastida ham dinamikamiz bor. Marhamat, sifatiga o'zingizlar baho berib qo'yinglar. Smartfonda endi o'rtoqlar biz hozir dinamikani test qilib ko'ramiz. Mikrofonni mana bu joyga qo'yamiz. Bu smartfonda boya ko'rsatganimdek tepasida ham bor, o'rtoqlar pastida ham dinamikamiz bor. Ya'ni stereo dinamikaga ega. Hozir qo'yib ko'ramiz. Play bosamiz. Xullas, o'rtoqlar, men o'ylashimcha yomon emas, faqat nazarimda ozgina bas yetishmayotganga o'xshaydi, lekin chiqarib berishlari sifati juda ham yaxshi. Sizlar nima deb o'ylaysiz o'rtoqlar? Sizlarga ham shunaqa tuyuldimi? Ya'ni ozgina bas yetishmaganda tuyuldimi? Smartfonni batareykasi haqida gapiradigan bo'lsam, ochig'i nimadan boshlashga hayronman. To'g'risi, batareykasi prosta monster o'rtoqlar batareyka. Chunki 7500 mAh batareyka bilan jihozlangan, o'zining segmenti uchun o'rtoqlar prosta super. Lekin o'rtoqlar bitta kamchilik bor. Endi bu narsa kimgadir kamchilik, kimdir bu narsaga ahamiyat bermaydi. Ya'ni besprovodnoy zaryadga olmas ekan. Misol uchun aytib ketish kerak. Men misol uchun ozgina bo'lsa ham buni kamchilik hisobladim. Besprovodnoy zaryadga olmaydi. O'zi bu smartfonni misol uchun flagman deyishadi. To'g'ri, flagman nomiga mos, flagmanga xos ko'rsatkichlar bor, lekin aslida endi men o'ylashimcha bu smartfon sub flagman hisoblanadi. O'rtoqlar, to'liq flagman emas, chunki besprovodnoy zaryadga olmaydi. Qolgan narsalarga to'xtaladigan bo'lsak, rostagasim flagman nomiga mos. Xullas, o'rtoqlar, batareyka haqida gapiradigan bo'lsak, qaranglar, men bu smartfonni test qilishimdan oldin 100% qilib oldim, batareykani to'ldirib oldimda. Adashmasam bugun agar bugun o'tsa 3-kun bo'ladi. Ya'ni 2-kun tugatyapman. Ishlayaptim, test qildim, balo-battar hammasi, video syomka, game testlar hammasini qilganimda 54% qolgan edi. 100% olib boshladim, 54 qolgan edi. Meni o'ylashimcha bu juda ham zo'r natija. Ya'ni o'ylayapsam, men qancha ish qildimda, ya'ni 54 batareykasi bor. Bu 54 bilan agar siz standart ishlatsangiz, o'rtoqlar, bilmayman bu necha kunga yetadi. Xullas, men o'ylashimcha bu smartfonni siz sotib olsangiz agar, batareykam bunaqa degan narsalarni menimcha bir bilmadim. Bu smartfon buzilguncha mana shu muammo sizni bezovta qilmasa kerak deb o'ylayman. Xullas, batareyka super. Oy 15 yorug', 15 qorong'u deganlarida o'ziga yarasha bu smartfonda ham kamchiliklari bor. Keling, ba'zilarini sizga sanab bersam. Qaranglar. Smartfon $450 turadi, lekin bu smartfonda siz eSIM ishlata olmaysiz. eSIM texnologiyasidan foydalana olmaysiz. Ya'ni SIM karta sotib olib ishlatishga to'g'ri keladi agarda siz oldin eSIM ishlatib kelgan bo'lsangiz. Bu birinchi kamchiligi. Ikkinchisi, smartfonni sotib olishingiz bilan Play Market zavodskoy bo'lmaydi. Chunki o'rtoqlar, bu Xitoy uchun ishlab chiqarilgan. Endi Play Marketda bunga APK format ko'chirib o'rnatib olsa bo'ladi, lekin ba'zi odamlar uchun o'rtoqlar bu muammo bo'lishi mumkin. Ba'zilar buni bilmasligi mumkin. Shuning uchun ham o'rtoqlar bu narsani men kamchilik deb bildim. Uchinchisi, o'rtoqlar, bu smartfon besprovodnoy zaryadga olmaydi. Mana shuni ham o'rtoqlar kichkina bo'lsa ham kamchilik sifatida qo'shib qo'ydim. Lekin shunga qaramay, mana shu kamchiliklarga qaramay, men bu smartfonni $450 ga narxiga arziydigan smartfon deb bilaman. Chunki o'rtoqlar, bu narsaga sabablar juda ham ko'p. Masalan, protsessori Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Bu juda ham kuchli va juda ham qimmat protsessor va o'rtoqlar, smartfonimizni
full komplekt, ya'ni ichidan hamma narsa chiqyapti. Chexol bor, mana shunaqa tezkor 100 vatli adapterimiz bor va o'rtoqlar displey ko'rsatkichlari ham, ya'ni flagman nomiga, narxiga mos keladi deb o'ylayman. Va o'rtoqlar IP69 sertifikatiga ega, ya'ni suvdan, changdan maksimal himoyalangan. Ramkasi metalldan. Dizayni noodatiy o'zgacha. To'g'ri, kameradan siz misol uchun katta narsalar ko'rmagan bo'lishingiz mumkin, lekin o'rtoqlar o'yin uchun o'rtoqlar juda ham yaxshi smartfonlardan biri deb hisoblayman. Xullas o'rtoqlar, men bu smartfonni bemalol 100% narxiga arziydigan smartfon deb hisoblayman. Xo'sh, o'rtoqlar, bu smartfon haqida men o'zimni fikrlarimni aytdim. Endi o'rtoqlar, albatta sizlardan ham o'zingizlarning fikrlarini kutib qolaman. Xullas, bu smartfonni sizga nimasi yoqdi? Bu smartfonni sizga nimasi yoqmadi? Bu smartfon narxiga mosmi? Sizlarning fikringiz har doimgidek men uchun juda ham qiziq bo'ladi. Albatta, kommentariy yozib qoldiring. Agarda bu videoga like bosib qo'ysangiz, men juda ham xursand bo'lardim. Agarda kommentariy yozib qo'ysangiz, undan ham xursand qilgan bo'lasiz. Agarda sahifamga obuna bo'lsangiz, meni kanalim rivoji uchun o'zingizni hissingizni qo'shgan bo'lasiz. Bundan ham juda ham xursand qilgan bo'lasiz. Xullas, o'rtoqlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayrli qolamiz. Aytgancha o'rtoqlar, yana bitta narsani so'rab qolaman. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. O'zingizlar tanlashib oringlar. Keyingi video qaysi biri bo'lsin? Qaranglar. Honor Power 2 bor va Honor Vim bor. Honor o'rtoqlar, mana shu narsaga men ahamiyat beribsizlar. Aralashyapman. Honor bar bitta narsa. Honor Power 2, Honor Vim. Qaysi birini birinchi obzor qilamiz? Buni ham kommentariy yozib qoldiringlar. Endi xayrli bo'ladi, sog' bo'linglar.